Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, ishlaringiz zo'rmi? Bugungi videomizda Car Parking multiplayer o'yini. Bu birinchisi, ya'ni Car Parking multiplayer 1. Porsche 911 обычныйsi, mana bu qorasi. Bunaqa sariq emas. 926 ta ot kuchida 1804 ta newton moment nima deydi? Aylanish momenti. Aylanish momentida ko'ramiz nechta qanaqa yurishini. Buni nastroykasini ko'rsataman sizlarga. Videoning oxirida hozir sizlarga qancha yuradi, necha sekund, necha minut o'shalarni ko'rsataman. O'chirib tashlaymiz. Keyguncha 300 ga chiqdi. Va 706 bu balon qizdirilmagan holatda. Endi men sizlarga hozirda balonni qizdirib ham ko'rsataman. Mana shunaqa qilib ham qizdirsa bo'ladi. Endi hozir ADVga qo'y, RDVga qo'y, yana bir baloqa. Bunaqa qilib o'tirmayman. Orqasi urildi-da, akalar, mayli. To'xtaymiz, o'z balonlar ham qizib qoldi. Ne qilib. Hop. Endi sal anavroq yurdi, nimagadir bilmadim. Boya yaxshi yuruvdi, lekin hozir ne qilamiz? Yana bir marta o'lchab ko'ramiz. Yo'q, bir xil yurdi. Chota balon qizganda sal astroq yuryapti. Balon qizdirmasa tezroq yuryaptimi? Bilmadim, menga shunaqa tuyuldimi yo. Endi buni maksimal tezligi qanday aytaylar bilmadim, hozir o'lchab ko'ramiz. Men o'lchaganim yo'q, realni. Shu pastli boshiga borib qopmiz, hozir bu yoqqa yuramiz agar. 4-skors ketyapti. Tormozi yomon sust. Bog'lamiz. Bo'lay. Ketayini sizlarga men maksimal tezlikni ko'rsataman. Drift rejimga qo'yib olsanglar sal tezroq yuradi. Endi u tezroq yurishi tezroq chiqadi. U katta tezlikka chiqqanda uncha ahamiyat qilmaydi-yu. Men pastdan tezlik o'lchayman desam zapravka tugab qolaveradi. Uni nima? 5-skorzda mana 5-skorzda 550 ketyapti. Ne qilsak-chi? Bo'lmaskan. Benzin tugab qoldi-ku. O'sha 550 da akalar. 550 600 larga chiqar, maksimalga chiqaman desanglar. 600 yog'i menimcha chiqmasa kerak. Endi buni nastroykasini ko'rsataman, Porsche nastroykasini ko'rsataman hozirda chiqib. Mana shu chotka ekanda tagini nastroykasiga kelsak. Akalar, nastroyka ko'rsatishimdan oldin bitta like, obuna esdan chiqmasin. Telegram kanal bor. Telegram kanalda mana bu yerda coinli mashinalar bor, ammo pulli emas, faqat bunaqa coinga olinadigan mashinalar. Bu
Bu pulli, bu ham pulli. Bu ham korоче coinga olinadigan mashinalarni o'ynaymiz. Masalan, mana shu mashin yoki mana bu Bugatti coinli, mana shuni ham o'ynaymiz. Korоче coinli mashin deyiladi. Любой coinli mashinalaringlarni beramiz. Telegram kanal opsiyasida bo'ladi. O'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Endi buni nastroykasiga kelsak, birinchi motor, mana shu motor V12 6 litrli 200 ml turbina, mana shu narsalar qo'yasizlar. Tak, bu joyga tegmasanglar ham bo'ladi. Bunga ham Sibros, Sibros keyin saqlang. Nastroyka mana shu nastroyka qilasizlar. Buni sal oshirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa bir oshirib bunday qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Like, obuna esdan chiqmasin. Bunaqa nastroykalar hali juda ko'p sizlarga ko'rsataman. Sog' bo'linglar.